Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Zarqizat bor o'tgan. Bugungi obzorimizda Mirzo-Ulug'bek rayon Tsiolkovskida joylashgan 3 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 360 kvadratni tashkil qiladi. Xonalarning soni 6 ta, 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan. Podvol birinchi va ikkinchi qavat. Hovliga kirish uchun alohida darvoza, alohida eshigi bor. Eshik orqali hovliga kirganimizda o'ng tarafimizda yozgi oshxona joylashgan. Uning oldida hovli qismi uchun hojatxona. 5 ga 3 razmerda basen va chuqurligi 1,70 m tashkil qiladi. Shunaqa chiroyli fasad ko'rinishiga ega bo'lgan imorat ko'tarilgan. Ikkinchi qavatda ko'rib turganingizdek balkon qismi bor va birinchi qavatda tapchan qo'yish uchun, o'rnatish uchun joylari ajratilgan va chap tarafimizda zeleniy zonalari joylashgan. Endi uy ichiga kiramiz, xonalar planirovkasi va remontlari bilan tanishib chiqamiz. Lokatsiyasi juda ham qulay joyda, masjidga yaqin bo'lgan lokatsiya. Uy ichiga kirib kelganimizda chap tarafimizda hol qismi bor. Devorlariga antitentali ishlatilgan, akkuratli remont qilingan. Mana shunaqa holatda katta vitrajli oynalarni o'rnatilgan va o'ng tarafimizda oshxona bo'lyapti. Mana shunaqa ko'rinishdagi oshxona, patologlar balandligi 3,5 metr. Kuxonli garniturlar yasatilgan va texnikalar bilan jihozlab qo'yilgan. Birinchi qavatda hol oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonasi bor va ikkita sanuzildan bittasi yotoqxonaning ichida. 6 ga 4 razmerda zal bor. Qo'shni devorlar 2 metr tashlab imorat ko'tarilgan. O'ng tarafimizda birinchi qavat uchun umumiy sanuzil va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu yotoqxonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Shu joyda shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzil joylashgan. Unitazda installyatsiya qilingan. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta yotoqxona va 3 ta sanuzil joylashgan. Chap tarafimizda 2 ta xona va o'ng tarafda yana 2 ta xona. 6 ga 5 razmerda joylashgan katta yotoqxonani ko'rishga mumkin bo'ladi. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona yana bitta muhim jihati, har bitta xonada termoregulyator o'rnatilgan va shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzilni ko'rinishi. Har bitta qavat uchun alohida elektr eshiklar yig'ilgan. Domofonlar qismlari tayyor holatga keltirib qo'yilgan. Bu joyda ikkinchi qavatda joylashgan umumiy sanuzilni ko'rinishi bor. Chap tarafimizda yana bitta yotoqxona va bu yotoqxonaning ichida ham alohida o'zini sanuzili joylashgan. O'ng tarafdagi bolalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu yotoqxonadan balkon qismiga chiqsa bo'ladi. Balkonni ham ko'rsatib o'taman. Mana shunaqa uzun balkon tushgan. Yon atrofda ham yaxshi yangi imoratlar joylashgan. Bolalar uchun ajratilgan birinchi yotoqxonani ko'rdik va ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda o'ng tarafda yana koridor qoldirilgan, mana shunaqa koridor va balkonga chiqsa bo'ladi. Bolalar uchun ajratilgan ikkinchi yotoqxonani ko'rish. Imoratni tegi butunlay yaxlit podvol qilingan, svobodniy planirovkada katta bitta zal qismi bor. Mana shunaqa holatda. Bu joyda demak televizorda antennalari, rozetkalar tushirilgan. Bemalol kinoteatr sifatida foydalansanglar ham bo'ladi yoki bo'lmasam o'zingizlarga xohlaganchalik trenajyorniy zal qilib qo'ysanglar ham ma'qul bo'ladigan joy. To'pli polni o'tkazilgan, termoregulyatori bor va kavralarlar tashalgan. Bundan tashqari yana 3 ta xona joylashgan. 3 ta xonadan bittasi prachka uchun ajratilgan. Bu joyda kladovka bo'lyapti va kotelnik. Kotelnikning ko'rinishi yaxshi Napolniy Baxi brendiga tegishli bo'lgan kotel o'rnatilgan. Oldida gazli boiler, vodяной nasoslari. Bu joyda kladovka. Va basenli filtri ham shu joyda joylashgan. Mana shunaqa ko'rinishdagi katta yaxlit podvol. Bu ko'rsatgan uyimiz Mirzo-Ulug'bek rayon Tsiolkovskida joylashgan 3 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 360 kvadrat bo'lib, xonalarning soni 6 ta. Yaxshi lokatsiyadan yaxshi uy qidirganlar uchun ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. 99 856
70-80. Bu uy narxini opisiyaga yozib qoldiramiz.